ko'pchilik mana mijozlarimiz aytadiki, "Aka, menga faqat rasm avatarkaga yasab bersangiz bo'ldi" deydi. Avatarkaga rasm qo'ysam bo'ldi, boshqa narsaga kerak emas deydi. Ertaga uni biladigan bo'lsanglar, futbolkalarga yoki qanaqadir pechatniy variantlarda ishlatmoqchi bo'ladi logotipni. Bunaqa qilib faqatgina odam o'zini aldagan bo'ladi. Men bilaman, professional dizaynerlar o'zini mehnati bilan o'sha logotip qiladigan, o'sha qadoq dizayn qiladigan dizaynerlar hech qachon arzon narxga ishlamaydi. O'shani ham hisob kitobini olish kerak. Undan tashqari biz har bitta logomizni ideyalarini ham qo'limizda chizamiz. Endi bilmadim, men shunaqaman. Qo'limda chizgan narsamni kerak bo'lsa prezentatsiya qilib tushuntirib beraman. Buni hech qanaqa internetdan olinmaydi bizda. Hech qanaqa dizayn internetdan olib turib, ko'chirib tashab berilmaydi. O'shaning uchun ham может bizda xizmat turi ozgina qimmatdir. Lekin biz javob beramiz ertaga patent qilishiga 3 yil, 4 yil, 10 yil o'tgandan keyin ham brendingiz zo'r rivojlanib tanilgandan so'ng ertaga patentda muammo bo'lmaydigan darajada logo qilib beramiz. Oddiy misol, mana shu logoni ham shunchalik e'tibor, diqqat bilan qilinganki, bu yerda M bilan Y harfi mijozimizning bosh harfidan Registon so'zidan olib turib ideya qilingan. Buni oddiy, sodda, kreativ logo hisoblanadi bu.